Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 13 mart günü Dolqun İsa Efendim muhaciratki qarindaşlarımızga xitaben videoluk müracaatname e'lon qilib, chet ellardagi qarindaşlarimizni Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchun Münxen shahrida ishxona yusitilish qurilishiga iqtisodiy jihatdan yordam berishga chaqirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Münxen shahrida qurultay markaziy organi uchun maxsus ishxona yusitilish haqidagi chaqiriqi chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi sobiq muavin raisi, Qozog'iston Uyg'ur yoshlari birligining qurg'uvchi raisi Abdurashid Turdiyev efendimmo yaqinda Qozog'istondagi Uyg'urlarga xitoban videoluk murojaatnoma e'lon qilib, butun Qozog'istondagi Uyg'urlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu vaqtdagi chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shishga va qurultayning ishxona yusitilishi uchun iqtisodiy jihatdan yordam berishga chaqirdi. Abdurashid Turdiyev efendim chaqiriqnomasida o'zining uzun yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchun xizmat qilib kelganligini, bu jarayonda qurultayning Münxen shahrida kiraga ilib ishlatayotgan liftdan bo'lmagan bir koni binoning 3-qavatidagi markaziy ishxonasini ko'p qatim ziyorat qilganligini, texi o'tgan oyda o'zining yana qurultay markaziy ishxonasida ziyorati bo'lganligini, qurultay raisi Dolqun İsa va qurultayning markazdagi xodimlarining intayin kichik va tor ishxonalarda qisilishib o'tirib xizmat qilayotganligiga shohid bo'lganligini va buningdan cho'nqur ta'sirlanganligini, Uyg'ur davosini xalqaro to'ntishda boshlamchilik va yetakchilik rolini o'ynayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi bir vakillik organimizning bugungacha hatto o'ziga oid bir shaxsiy ishxona uyining bo'lmasligining chet ellardagi Uyg'urlar uchun afsuslanarli bir ish ekanligini ta'kidlab o'tgandan keyin so'zining oxirida mundaq deb ko'rsatdi. Женевада bo'lgan namoyish yig'in Jenevadan keyin qaytib kelib yana shu Münxenga keldik. Münxenda yana shu uchrashuvlar bo'ldi, yana shu parang bo'ldi. Münxen bexatarlik yig'ini bo'layotgan vaqtda Dolqun İsa'ning shu yig'inga qatnashgan kuni men shu yerda shu ofisdan chiqib bordik, u yoqqa kirib ketdi. Men shu vaqtda o'ylangandim, bu shunchalik cho'ng hurmatli yig'inlarda 90 prezident, premyer ministr qatnashayotgan yig'inlarga bizning raisimiz qatnashyotdi. Ofisimizning ahvoli bu Nobel mukofotiga nomzodi chiqqan bir tashkilotning ofisi u. Shunga do'stlar, men Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun İsa'ning chaqirig'ini qo'llayman. Qo'llab Dolqun İsa 50 ming berman debdi. Men 50 ming begdek holim bo'lmasimi $5,000 jamning yanchog'dan berdigan bo'ldim. Yaqinlarda evet berman, hammadan shuni chaqiraman. Hammamiz birlashaylik, ittifoqlashaylik, maqsadimizga yetaylik, xalqimizni o'ylaylik, vatanimizni o'ylaylik, u yerda bo'layotgan ishlarni o'ylaylik, ko'zimizdan kechiraylik, unutib qolmaylik hech qachon. Birlik degan nima ekanligini hammamiz ko'ryapmiz. Mana Turkiyada bo'lgan fojiani ko'rdinglar, yertavrash 50 mingdan ortiq odam o'lib, millionlab odam uysiz, makonsiz yetim qoldi. Mana Türk xalqi bütün yerlik Türk xalqlari uyg'unib, yordam qilib, o birlikni ko'rdik mana o'z ko'zimiz bilan. Hatta Uyg'urlarma, bütün dünyadaki Uyg'urlar teshotama yordam qildi. Endi biz o'zimiz keldik. Dunyo Uyg'ur qurultiyi mana ko'plagan xizmatlarni qilyotdi, shunday cho'ng xizmatlarni qilyotdi deymiz. Yordamlarni so'rdi, yordamlarni berdik, qildik. Endi birinchi qitim o'zi uchun so'radi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi kerak. Dunyo Uyg'ur qurultiyining ofisi bo'lib qoldi. Bugungi kunda rais Dolqun bo'lsa, erta boshqa birisi bo'ldi. Oldida boshqalar bo'ldi. Qurultay qoldi, ofis qoldi. Xalqimiz, millatimiz uchun xizmat qilib qoldi. Hatta yaqin orada Xudoyim buyursa, vatanimiz mustaqil bo'lgan holatdami, biz Uyg'urlar xizmat qilgan bir uy bo'lib qoldi. Uyg'ur uyi bo'lib qolamdi, muzey bo'lib qolamdi, ishqilib bir yaxshilik bir xizmatlarga ishlatildi deb o'ylayman. Birlik to'g'riliq parang bo'yotdi. Bu birlikning yana bir misolini deb beray sizlarga. Misol Ukraina 2014gacha talash tortish qilib tas qoldi, vatandan ayrilib qolgani. Ming 14gacha bir-biri bilan qirlashib, turli tashkilot, partiyalar, shaxslar vatanni tatır qo'ygan tas qoldi.
Mana 2014 çoğuş başlandı. Kırım'ını aldı, Lambas, Lugansk'ını aldı. Şu vaxtdan tatip bular birleşik başladı. Ahırkı yıllarda 22 yılı 23 fevralda ahırkı besip kirgen vaxtıda bir yıl burun. Mana şu vaxtıda bular bir birlikni körsətdi. Men hayran kaldım bularning birligiga. Burun qandaq xalqdi, burun qandaq tonatdiq. Men har bir xizmat qilgan vaqtlardan tatib biletdik. Bu milletning qandaq millet ekanligini. Biroq bu da özüge o'xshamaydigan bir milletning ishini ko'rdimda. Misali, Ukraynaliklarni har turli so'zlar bilan tillaydigan burun har bir xizmat qilganlar biladi. 23 fevral besib kirgan vaqtida butun xalqi, armiya, butun tashkilotlar, partiyalar, siyosatchilar, jurnalistlar, blogerlar, tijoratchilar hammasi birlashib bir yig'izdan parang qilib, bir yoqidan bosh chiqarib, bir yoqdan qo'l chiqarib bir ish qildi. Hammasi birlashib edi. Ishlari boshqacha bo'ldi bularniki. Mana bugun butun dunyo qo'llayotdi. Men o'ylayman cho'qim maqsadiga yetdi, vatanni ozod qildi. Mana bu birlik bu. Bizga shunday bir birlik kelyotdi. Mening buni da'vat qilishimning sababi Turkiya dedik, Ukraina dedik. Bizning beshimizga kelgan millatimizning beshiga kelgan kunlar undan meg'ir kunlarni kechiryotdi. Bizni ajdaho Xitoy millati bizni yo'q qilamiz, davlatni yo'q qilamiz, millatni yo'q qilamiz deyotdi. Bunday bir millatni hech qachon yo'q qilmaydi. Uning uchun biz birlashishimiz kerak, ittifoqlashishimiz kerak. Kecha kunduz hadim ta'lim demay xizmat qilishimiz kerak. Men shu birlikka chaqiraman sizlarni, shu birlashib ish qilaylik. Bu yerda ko'p ishlarni qilgani bo'ldi. Burun biz qilib kelgan, qila olamiz. Bundan keyin qilgani bo'ldi. Hammanglarning tutgan ro'zanglar qabul bo'lsin. Xalqimiz omon bo'lsin, vatanimiz mustaqil bo'lsin. Yaxshiliklarni ko'rishaylik. Xo'sh, Allohga omonat. Chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz, bo'libmi yosh o'smirlarimiz 2023-yillik Navro'z bayramini mo'l mazmunli san'at nomerlari bilan kutilish orqali Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini yana bir qatam dunyo jamoatchiligiga eslatib o'tish bilan birga o'zlarining Uyg'ur madaniyat san'atiga bo'lgan cho'nqir ishtiyoqini va sevgisini namoyon qilishgan edi. Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Amerika Uyg'ur birlashmasining taklifiga asosan Amerikaning har qaysi sohalarga o'zlarining lagerdagi kechirmishlari haqida guvohlik berish uchun 21 mart Amerikaga yetib kelgan Gollandiyadagi lager shohidimiz Qalbi Nursidiq bilan Fransiyadagi lager shohidimiz Gulbahor Xotivojilar shu kuni kechda Amerika Uyg'ur birlashmasi tarafidan Washingtonda o'tkazilgan Navro'z faoliyatiga qatnashib, Amerikadagi Uyg'ur jamoati bilan didorlashish va suhbatlashish fursatiga erishdi. Navro'z faoliyatida so'z qilgan Qalbi Nursidiq xonim o'zining yurak so'zlarini izhor qilib mundoq dedi. Navro'z keldi, qushlarga bayram. Navro'z keldi, bog'larga bayram. Jismi o'yg'oq, saqlarga bayram. Farzand uchun boridan kechgan oppoq soqol cho'nglarga bayram. Navro'z keldi, dehqonga bayram. Katman chopgan ishchonga bayram. Hayot uchun muhabbat sungan bag'ri yumshoq insonga bayram. Navro'z keldi, giyohga bayram. Shahar yeza qishloqqa bayram. Navro'z uchun mungluq chilingan duttar tambur ravaqqa bayram. Navro'z keldi, baharga bayram. Larzon chiqqan shamolga bayram. Saxovatdan dili yoyrigan miskin g'arib ojizga bayram. Oxirlar mana biz mishada shu Navro'z bayramini tabriklab o'tagan mush fursatda shu vatanimiz Sharqi Turkistonda kamp lagerlarda yetayotgan, dahshatli zulmlarda qirilayotgan shu qarindoshlarimizni eslamay turolmaymiz. Ham shu yerdagi eng dahshat zulm uchrayotgan bizning aziz shu ulug' mehribon onalarimizni, aziz singillarimizni, shu ayollarimizni unutmaymiz. Chunki ular eng dahshat zulmda, eng dahshat fojiada o'zining suyumli mehribon tog'dek yulanchiga erdirdan ayrilgan, o'zining aziz yurak parlidan ayrilgan
Şu yerdeki tacavuzcu işler Xitay'ınki her xil depsenle tacavuzcu uçuratkan şu qeyrindaşlarımızı eslemeye duramayız. Hem devamlı şular için dua kılımız, şularını devamlı esleyimiz. Hem onlara köptü köp rahmet. Yaqında Hudson institutining oliy tadqiqotchisi, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkal bilan Amerika Davlat xavfsizlik ministrligining strategiya, siyosat va plan ishlariga mas'ul muavin ministri Robert Silvers Hudson institutida Xitoyning majburiy emgak qilmishi duch kelgan nazorat va soddik inovat masalasi to'g'riliq suhbat o'tkazdi. Bu suhbatda Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ijro qilish davomida duch kelgan qiyinchiliklari va erishgan natijalari, shundaqla Amerikaning xalqaroda texim ko'p davlatlar va korxonalarni majburiy emgakni cheklashga safarbar qilish tirishchanlik asosli tema qilindi. Amerika Sharq Turkistondagi majburiy emgakni to'xtatish uchun eng burun harakat qo'llangan davlat bo'lib, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 2021 yilning oxirida ma'qullanib, 2022 yil 6 oydan boshlab ijro qilingan edi. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi yaqinda e'lon qilgan statistikalik ma'lumotga asoslanganda, mazkur qonun ijro qilingandan buyon Xitoyning majburiy emgak chetishlik deb tutib qilingan va qaytarilgan mollarining qiymati $500 million ga yaqinlashgan. Bu suhbatda Robert Silvers Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ijro qilishda ba'zi besim va qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-mu, Amerika Federatsiyasi majburiy emgak qonunini ijro qilish xizmat guruhining Amerikadagi korxonalar bilan hamkorlashib, majburiy emgak mollarini tekshirishning yangi texnika, yangi o'lchamlarini barliqqa keltirib, Uyg'urlarning qon terini so'mirishga chetishlik har qanday malni Amerikaga kirgizmaslikka tirishayotganligini bildirdi. U mundaq dedi: "Biz cho'qim dunyoning har qaysi joylaridagi majburiy emgak va qul emgaki masalasini tub yiltizini yo'qotishimiz kerak. Bu masala dunyoning hamma yerida mavjud bo'lsa-mu, Xitoyning Xinjiang o'lkasida eng og'ir. Biz Uyg'urlarning lagerlarga solinib, majburiy emgak silinayotganligi haqidagi hujjatlarni ko'rdik. Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa millatlarni Xinjiangdan yo'tkab, ishkiri Xitoyga olib emgak silayotganligini ko'rdik. Biz bu qulluqni tamoman yo'q qilmoqchi to'xtamaymiz." Amerika Federatsiyasi majburiy emgak qonunini ijro qilish xizmat guruhining boshlig'i bo'lish suhbatim bilan har kuni ishxonaga kelsam o'ylaydigan ishimning birisi mana shu. 2023 yılı 16 fevral Germaniyada nashr qilingan va zo'r ta'sir qo'zg'agan yuqori texnikalik Gulag Xitoyning Uyg'urlarga qarshi jinoyatlari nomli asarning avtori Matthias Böllinger yaqinda Frankfurt Obzorlari gazetining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining o'rnini tadrijiy turmalar egallayotganligini, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qarshi insoniyat qarshi jinoyat sodir qilayotganligini bayon qildi. Frankfurt Obzorlari gazetida e'lon qilingan qayta tarbiyalash lagerining o'rnida turma, Uyg'urlarning azob oqibatlari davom qilmoqda nomli bu ziyorat xotirasining beshida faqatli Veviskisi o'zgardi. Xinjiangdagi jazo lagerlariga qamalgan nurg'un Uyg'urlar hozir turmalarga solandi. Xitoy kishilarni assimilyatsiya qilishning yana boshqa usullariga murojaat qilmoqda degan kirish so'zga o'rin berilgan. Mazkur ziyorat xotirasining muqaddimasida 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan aralıqda 100 minglagan Uyg'urlarning jazo lagerlariga qamalib bo'lganligi, BDTning buni og'ir darajadagi kishilik huquq dafsanchiligi deb ataganligi, buni isbotlaydigan sansizlagan guvohliklar, dalil isbotlar va sun'iy amro suratlarning mavjudligi o'tirib qo'yilib, Matthias Böllingerning garchi navbatda bir qism lagerlar taqalgan bo'lsa-mu, ammo lagerga solingan Uyg'urlarning qo'yib berilmaganligi, aksicha lagerlardan turmalarga o'tkazilib, davomli jazolanayotganligini yoki majburiy emgak silinayotganligini ilgari surganligi bayon qilingan. Qayta tarbiyalash lagerining o'rnida turma, Uyg'urlarning azob oqibatlari davom qilmoqda nomli bu ziyorat xotirasida o'tirib qo'yilgan. Yaqindan buyon Sharq Turkistondagi ba'zi lagerlar taqilishga boshlagan. Bu hal rayondagi xalqning bu qabohatli qismatlardan qutulganligini bildiramdi degan savolga oxirgi qitim 2018 yili Sharq Turkistonni ziyorat qilib, lagerlarni bevosita ko'rish fursatiga erishgan Matthias Böllinger mundaq javob bergan: "Yo'q, bu qabohatli vaziyat hech va aslo oxirlashmadi. 2019 yildan buyon vaqtli lager qilingan maktablar va hukumat binolari taqaldi. Bularning bir qismini o'z vaqtida men o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Ammo yuqori bexatarlik kapalatiga ega qilingan nurg'unlagan lagerlar helimi mavjud. Ular shaharlarning sirtiga o'rinlashgan. Bir qismi hozir turmalarga o'zgartirildi. Az deganda yana bir bo'lik tutqunlar u yerlarda qamalib turmoqda. Faqatli lagerlarning veviskisida ba'zi o'zgarishlar bo'ldi." Matthias Böllinger Xitoy bu sistemani qonunlashtirishga urinatamdi degan savolga javob berganda, jazo lagerlariga qarshi xalqaroda paydo bo'lgan kuchli ayblashlarning Xitoy hokimiyatini cho'chitganligi, boshda lagerlarning mavjudligini mutlaq inkor qilgan Xitoyning keyinchi paktlar oldida
bular jazo lagerlari emas, asabiylikni tugutish uchun qurilgan qayta tarbiyalash markazlari deb uni e'tirof qilganligi, uningdan keyin lagerga qamalganlarni o'qish bitirdi deb yolg'on so'zlaganligini eskartib, amaliyotda o'qish bitirgan bu tutqunlarning qo'yib berilmasdan qaytadan xohlagancha qamoq jazolariga mahkum qilinib, texmi ig'ir tarbiyalashga mubtalo qilinganligini ta'kidlagan. Qayta tarbiyalash lagerining o'rnida turma, Uyg'urlarning azob oqibatlari davom qilmoqda nomli bu ziyorat xotirasida o'tirib qo'yilgan bir qism davlatlar Şinjangda yuz berayotgan ahvollarni irqiy qirg'inchilik deb atadi. Siz bu baho qo'shilamsiz degan savolga Matthias Böllinger mundaq javob bergan. Hech bo'lmasa bu vaqtdagi gumon intayin kuchlik. Bir hukumat yoki guruh, bir millat yoki uning bir qismini yo'qotishga uringanda irqiy qirg'inchilik yuz bergan bo'ladi. Bizning Şinjangda Uyg'urlar va boshqa asonliklarga sistemli holda yurgizilayotgan cho'ng qirg'inchiliklarni isbotlaydigan dalillarimiz yo'q. Ammo lagerlarda va turmalarda hilam o'layotganlar bor. Xitoy hokimiyatining tug'ut cheklash tadbirlarini ijro qilayotganligiga doir faktlar bor. Uzun yillardan buyon Uyg'ur ayollari majburiy tug'maslikning azoblarini tortib keldi. Advokatlar orasida Xitoy hukumatining Şinjangdagi Turkiy musulmonlarni qasddan yo'qotishga urinayotganlik masalasi to'g'risidagi munozaralar davom qilmoqda. Halbuki, irqiy qirg'inchilikni muayyanlashtirishning oldingi shartlariga oid yetarli darajadagi dalillar mavjud. Nemeli bo'lishidan qat'iy nazar, Xitoyning Şinjangda insoniyat qarshi jinoyat sodir qilayotganligi shak shubhisizdir. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.